Ekologiya vazirligi nazorat inspeksiyasi davlat inspektorlari hamda Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya va Toshkent shahrining prokuraturasi bilan birgalikda 2025-yil 15-mart kuni Ekologiya vazirining reyd buyrug'iga asosan hamkorlikda Toshkent shahri Olmazor tumanida joylashgan qush bozorida qo'shma reyd tadbirlari amalga oshirildi. Tabiatga mansub bo'lgan, tutqunlikda saqlash kerak bo'lmagan qushlarning oldi-sotisiga chek qo'yildi. Ma'lum bir fuqarolar tomonidan sotilishi mumkin bo'lmagan, tabiiy sharoitda, tabiatda yashash kerak bo'lgan qushlarning sotilayotganligi holati aniqlandi hamda Qizil kitobga mansub toshbaqalarning sotilayotganligi ma'lum bo'ldi. Barcha qushlar va Qizil kitobga mansub O'rta Osiyo toshbaqalari belgilangan tartibda davlat inspektorlari tomonidan olib qo'yilgan qushlar va hayvonlar belgilangan tartibda tabiatga qo'yib yuborish chora-tadbirlari amalga oshirildi. Bunda davlat inspektorlari tomonidan 1000 ga yaqin chumchuqsimonlarga mansub qushlar va 40 ga yaqin O'rta Osiyo toshbaqalari hamda 3 dona yirtqichsimonlar turkumiga mansub qushlar belgilangan tartibda olib qo'yilgan. Bizdan keyingi avlodda ham bu qushlarni ko'rish uchun biz bu qushlarni tabiatga qaytarishimiz kerak. Inson qo'lida nobud bo'lishini oldini olishimiz kerak qo'limizdan kelgancha. Bugun ham mana bozor hududiga tushganimda juda ham ko'p qushlarni tabiatga qaytarish uchun insonlarning qo'lidan ajratib olishgan ekan. Ularning ichida uch qushlarni sinfiga mansub qo'limizdagi qushlar ham bor ekan. Shu sababdan bularni to'yintirib, keyin tabiatga qaytaramiz.